Assalomu alaykum hammaga. Har doimgidek sizlar uchun noodatiy retseptlarni ulashishda davom etamiz. Yozning issiq kunlari ham quyuq, ham suyuq taom bilan zo'r ketadigan taom tayyorlashga erinsangiz, buni suviga non botirib, mazza qilib iste'mol qiladigan oddiygina pomidordan noodatiy salat retseptini ko'rsataman. Birinchi bo'lib ishimizni xohlagan turdagi qattiq pomidorni videoda ko'rsatilgandek qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Yangi uzilgan sarimsoqni mayda, achchiq qalampirni esa yirik qilib to'g'rab, salatimizga yoqimli hid berish uchun kashnich hamda rayhon barglarini mayda qilib to'g'rab olamiz. To'g'rab bo'lgan mahsulotlarimizni bankalarımizga ketma-ketlikda solib chiqamiz. Ana endi esa salatimizning eng mazali qismi. Ichganingizda esa tanangizga rohat beruvchi, juda ham mazali bo'lib chiqadigan suvni tayyorlab olamiz. Idishimizga 3 osh qoshiq tamat, 1 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq tuz, yarim osh qoshiq maydalangan murch hamda 1 litr qaynab sovutilingan suv solib, 70% ustidan 1 osh qoshiq qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan sokimizni bankalarimizga quyib, muzlatgichga 3-4 soatga qoldiramiz. Bu salatimiz ishtahasi yo'q insonni ham ishtahasini ochib yuborishi aniq. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Sizlarda ham xuddi shunga o'xshab chiqsa, o'xshab deb yozib yuborsanglar xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.